suratni 1945-yilda amerikalik harbiy suratkash Jo O'Donnell Nagasaki yaqinida olgan. Joning Yaponiyaga kelishiga sabab atom bombasi oqibatlarini hujjatlashtirish edi. Suratga olib yurar ekan, Jo jasad yoqiladigan joyda orqasiga ukasini ko'targancha turgan bir yapon bolasini ko'rib qoladi. Suratkash keyinchalik o'z xotiralarida buni shunday eslaydi. Men 10 yoshlar chamasidagi bir bolani ko'rdim. U orqasiga go'dakni bog'lab olgan edi. Yaponiyada bolalarni shunday ko'tarib yurish odatiy bo'lsa-da, bu bola butunlay boshqacha ko'rinardi. Uning bu yerga juda jiddiy sabab bilan kelganini sezdim. Oq niqob kiygan erkaklar uning oldiga kelib, bolaning orqasidagi arqonni yecha boshladi. Shunda go'dak allaqachon vafot etganini tushundim. Erkaklar jasadni qo'l va oyoqlaridan ushlab olov ustiga qo'ydi. Akasi qimirlamay tik qomatda olovga qarab turdi. U pastga labini shunday qattiq tishlagandiki, hatto qon chiqib ketgan edi. Olov pastlab sekin so'na boshlaganda bola ortiga qayrildi va indamay ketdi. Aytishlaricha, o'spiringa yordam bermoqchi bo'lishganlarida ham qat'iyatli aka ukasining jasadini hech kimga bermagan. Buning o'rniga u shunday javob bergan: "Yo'q, u og'ir emas, u mening ukam." Jo olgan suratlar 89-yilga kelib ommaga ko'rsatildi. 90-yillarda esa suratdagi bola qidiruvga berildi, ammo u topilmadi. Izlanishlar bola portlash zonasida oilasini qidirgani uchun radiatsiya ta'siriga uchragan va kasallangan degan taxminga kelgan. Suratdagi tasvir, ya'ni o'lgan ukasini sabr va bardosh bilan ko'tarib turgan yapon bolasi yaponlarning kuch ramzi bo'lib qoldi.